Salom bolalar, bugun sizlar bilan men Murodali. Bugun sizlarga video qo'yishni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz plus tugmachasini bosamiz. Uni ichiga kiramiz. Xohlagan videolarimizni qo'yishimiz mumkin YouTube'ga. Birinchi xohlagan videomizni ustiga bosamiz va keyingi tugmachasini bosamiz. Va undan keyin yana keyingisini bosib va bizda shorts videomiz ustiga rasm qo'yishimiz mumkin. Biz xohlagan rasmimizni tanlaymiz. Masalan, buni tanladim. Va ketdik bosdik. Va unga nom qo'yishimiz kerak. Обязательно. Va YouTube'ga video qo'yish. Ko'p nom qo'ydim men. Xohlagan nomlaringizni qo'ysa bo'ladi. Endi bu videoni ko'rish uchun mana videolaringiz turadi. O'shani bitta bosdik. Bu yerda skachet bo'lyapti. O'shani hozir yuklanish kerak. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.